Bunaqa bachadonga a'lo sifatli 10 ta embrion qo'ysangiz ham homiladorlik yuzaga kelmaydi. Hurmatli obunachilar, Istanbul Eko markaziga 8 yillik bepushtlik bilan bemorimiz bizlarga murojaat qilib keluvdilar. Tekshirganimizda xo'jayinlarning urug'ida jiddiy muammolar borligini ko'rdik va bemorimiz 1 yil oldin boshqa eko markazga borib eko qildirgan, bir dona embrion paydo bo'lgan. Embrionni qo'yishgan, homiladorlik yuzaga kelmaganligi uchun bizning klinikamizga keldi. Bizlar ushbu bemorimizni bachadonida shubhali narsani ko'rdik. Hozir bachadonning ichida nima borligini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Bachadon ichi bolalab ketgan poliplarni qarang. Mana bu demak chap bachadon nayining yo'li, o'ng bachadon nayining yo'li, bachadonning oldingi devori va bachadonning mana bolalab ketgan poliplarni ko'rib turibmiz va mana bu bachadonning orqa devori. Bunaqa bachadonga a'lo sifatli 10 ta embrion qo'ysangiz ham homiladorlik yuzaga kelmaydi.